Sharqiy Turkistondagi zulmlarni pash qilgan qizning so'zlari yuraklarni larzaga soldi. Sharqiy Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazi nomidagi turmalarda 2 oylik tug'an va o'z ismini oshkorlashni xohlamagan bir qizning aytganlari yuraklarni ezdi. Turmada ig'ir kunlarni beshidan o'tkazgan qiz har kuni oz deganda 2 Xitoyni rozi qilishga majbur bo'lganligini, turmada yotgan 2 oyda 179 Xitoy soqchisining o'ziga bosqinchilik qilganligini ko'z yoshlari ichida oshkorladi. Shundaqla turmadagi barliq ayollarning kunda 2 soat parokandichilikka uchraydiganligini va azobdan o'lib olishni o'ylasimi buning mumkin bo'lmaydiganligini bildirdi. Bu haqdagi izlanishlarimiz davomlashadi. Türkiye'nin Konya, Ordu, Trabzon qatorliq nurg'un viloyatlarida Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi namoyish faoliyatlari o'tkazilib, Uyg'urlar uchrayotgan og'ir kishilik huquq tajovuzlariga norozilik bildirildi. Huawei krizisi yangi davolg'amoqda. Kanada e'lon qilgan uchurni Xitoy texi dalillamadi. Xitoyning 3-Kanada fuqarosini qo'lga olganligini o'tir qo'yildi. Lekin Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi buningda xabar yo'qligini bildirdi. Google Xitoyda uchur to'plash turini to'xtatib qo'ydi va talash tartishliq uchqur chekatga planiga cho'ng zarba berdi. Google'ga shaxsiy sirni qo'g'dilishi haqidagi talash tartishlar sababli Xitoyning izlash ma'lumotlari to'plangan sistema itilib etilgandan keyin Xitoyda nazorat qilish iqtidoriga ega izlash motori taraqqiy qildirish xizmatlari palaj olg'a tushib qoldi. Lekin shirkatdagi o'qituvchi fikrlar qarshisida Google boshqaruvchilari eng markazlik ma'lumot ombiridan birini taqdi va ilib berayotgan turni texnik qiyinlashtirdi. Yaqinqi bir necha yil ichida Yevropa ittifoqining xabarlashish to'rlari orqa-orqadan hujumga uchirdi. New York vaqti gazetining xabar qilishicha, hakerlar yaqinqi bir necha yil ichida Yevropa ittifoqining diplomat xabarlashish to'riga muvaffaqiyatli shaklda hujum qildi. Bu hujumlarning Alambir nomli to'r bexatarlik shirkati tomonidan bayqalganligi bildirildi. Hakerlarning siyosiy qarashlardan tortib, savdo faoliyatlarigacha nurg'un uchurlarga erishganligi o'tirib qo'yildi.